Mən qurutulğan göş yeb çoğ bolğan ayolning balası. Peygamber aleyhisselamның mübarek anısı Aminənin yaşlıq bahari Mekke muhitida münbət tuproqda açılğan bulup, Mekke cemiyeti bəxirlənadigan isil nəsəb və şan şərəflik ailə özəlligiga ega idi. Nasibi Rasulullahның nasibiga dadı tərəfdən 5-ci əcdadi, ana tərəfdən 6-cı əcdadi arqılıq tutuşudu. Aminə yaşlıq baharıga qadam qoyuşdan ilgirki balalıq və ösmürlük dəvirlərdə tağısı Abdülmütəllibning oğlu Abdullahni biletdi. Çünki Haşim cəmiyyəti Zöhrə cəmiyyətiga bəkrək yaqin idi. Allahның iradəsi bilən bu pak qız Abdülmütəllibning oğlu Abdullah bilan toy qılıb, ikkiylərinin vücudidan bütün dunyoga rahmat qilib avatilgan Peyğəmbərimiz dunyoga keldi. Bu sebeplik o Quraysh ayollarının en yaxşısı hesaplanıdı. Deyilishicha, Peyğəmbərimizning anası bir kuni tongga yaqin tushidan uyg'onib, yo'ldoshiga o'z tushi haqida so'zlab bergan. Uning nozik tenidan bir nur etilib chiqib, atrofidagi butun koinotni yoritganmish va u nur bilan Sham zaminidagi qasrni ko'rgudekmish. Şu anda bireylen onunğa, sen bu ümmetning yol başçısıga hamildar boldun deb pichirlig'idekmish. Aminə yo'ldoshi bilan 2 oyga yaqin nihoyat qisqa muddat birga yashagan. Chunki Rasulullahning dadasi Abdullah Shamga ketib kasal sababidan vafot tepib qaytib kelolmagan. Afsuski, ular buning eng oxirgi xo'shlashish ekanligidan bexabar edi. Aminə bu xabardan nihoyat bek azoblanadi. Aminə şu holatda turganida o'z ruhida yangi bir hayotning soqqanligini his qiladi. Uning chiroyi ilhom nurlari bilan parlaganda Abdullahning qurbonligining hikmatini, uningga o'limning yaqinligidagi sirni his qilgandek bo'ladi. Allah onun qalbiga xotirjamlik ato qilib, Peyğəmbərimizning bütün koinotga payg'ambar bo'lib avatilishi Arab jazirasida haqdan bo'lgan İbrahim alayhissalomning yo'li bo'yicha bir Allohga ibodat qilishga chaqiradigan bu dinning yo'l boshchisi bo'lishidek xush bishoratlar bilan ko'ngli taskin topadi. Suyumlik Peyğəmbərimizning anası Aminə hamildar vaqtida o'zining bu hamilisining odatdagi biri emasligiga ishonatdi. Tug'ut vaqti yaqinlashib qolgan vaqtlarda zolim Abraham Makkani vayron qilish uchun qo'shin boshlab kelgan bo'lib, qo'shin son va qurol yarog' jihatdan intayin ustun bo'lg'achqa arablarning bu qo'shinga asla kuchi yetmaydi. Şuna Rasulullahның boğuzi Abdülmütəllib Mekke əhlini taqqa elib chiqib shu yerda daldalandı. Pil vaqasidan 50 gün keyin Rabiul Avval ayının 12-ci günü düşənbə keçdə bütün dünyani nurga to'ldirgan Peyğəmbərimiz mübarək anasının vücudidan dunyoga keldi. Peyğəmbərimiz tug'ilgandan keyin Arablarning shu zamondagi odati bo'yicha inik anaga beriladi. Shu tariqada bir necha yil o'tgandan keyin ko'krak yerilish voqeasi yuz berib, bu voqeadan qo'rqib ketgan inik ana Peyğəmbərimizni anasi Aminəga topshirib beradi. Anasi Aminə bo'lsa qilch qo'rqmasdan o'g'lining kelgusining parlaq ekanligini aytib, bolasini elib qoladi va nihoyat ko'ngil qo'yib asrab tarbiyalaydi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ilahi inayetning meyvesi çiçeklep 6 yaşıdala pişip yetilgenlikinin alametleri körülüşke başlaydı. Peyğəmbərimizning anası Aminə oğlu bilan dadısının qabrisini yo'qlash vaqtining va yana o'g'lini Yasribda turadigan tog'larga tunishtirish paytining yetib kelganligini his qilib, Rasulullahni elib Yasribga qarab yo'lga chiqadi. Mekkedan shimolga qarab yo'lga chiqqan karvonga qo'shilib, Yasribga yetib kelgan va u yerda Rasulullahning tog'larining yeniga berib o'zaro tunishqach, Rasulullahga dadisining ish izlarini so'zlab bergan va qabrisini ziyorat qilgan. Yasribda to'liq bir oy turgandan keyin dunyodan vaqtsiz ayrilgan yo'ldoshining haqqini qabrisini ziyorat qilish va balasiga ish izlarini so'zlab berish orqali ado qilib Makkaga qaytishga tayyorlik qilgan. Qaytish yo'lida kutilmagan yerdan Aminəning salomatligi yaxshi bo'lolmay, har insonga putilib ketgan ajal uni o'z iskanjasiga olgan. U bu birdan bir balasini quchoqlab issiq yoshlarini to'kkan.
Peygamberimizmi bütün mehir muhabbet cuglangan bu yaşlarını sürtüş üçün kulunu uzatkan. Amma ecel bu kıymaslıklarga bakmasdan onun canını elip ketken. O bütün insanı hidayetke davet kıldığan peygamberni bu dünyaga apridi kılıştek mübarek vazifesini orunduğandan keyin bu dünya bilen hoşlaşkan.